Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Hadid Beton jamoasi Asr House ga tashrif buyurdi va nima uchun aynan Hadid Betonni tanlaganliklari haqida hozir biz bosh me'morimizdan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz aka? Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Rahmat. Kecha stechkalarimiz quyib ketishibdi. Ha, quyib oldik, xudo xolasa. Rahmat. Nima uchun aynan Hadid Beton? Bizga nisbat tomonlama, ishturti tomonlama biz hurmat qilamizki, birinchi muhim tomoni bizga kubasi to'g'ri chiqadi. Misolan biz apalabkamiz yoki kubamiz bo'lgan bo'lsa, necha kuba deb aytilgan bo'lsa, o'sha kuba chiqadi. Suyuqligi ham, quyuqligi me'yorda bo'ladi har bitta narsasi. Qotishi ham bir kun qotgandan keyin o'sha perforatorda buzolmay qolyapti. Kanalizatsiya joyini ochilib qoldi. Demak bu birinchisi emas, avval ham ishlatib ko'rgansiz. Biz obyektlarga olamiz, ko'proq biz vertolyotni stechkaga olamiz. Vertolyotni stechkada bizga chiqishi bor-da, shlikovka qilganimizda bizda haligi sinib ketmaydi, betlar ko'chib ketmaydi. Chiroyli holatda chiqarib, keyin ko'chmagan bo'lib, sifatli bo'lib chiqadi beton. Shuning uchun biz faqat Hadiddan olamiz betonni. Ishlar. Aka, xolisona bitta fikr. Ma'qulmi, ma'qul emasmi? Ma'qul. 4 yillar, 5 yildan beri ishlatyapman. Ma'qul. Faqat shu firmaga olaman, shu firmani tavsiya qilaman, to'g'risi. O'zim ishlatganim uchun o'zim to'g'ri chiqish kerak shu narsa, sifati, javob berishim uchun. O'zi Hadid Beton shiorini bilasiz, sifat foydadan ustun. Shu. Aka, ishonchingizni oqlaganimizdan xursandmiz. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlarga rivoj tilayman.